Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlarga Turkiya burslarida tushadigan savollardan o'rnaklar ko'rsatmoqchiman. Turkiya burslarida tugaganiga ham oz vaqt bo'ldi, tugadi qabullar. Javoblar chiqishini kutyapmiz hozir. Mart, aprel, may oylarida javoblar chiqa boshlaydi, xudo xohlasa. Bugun sizlarga Turkiya burslaridagi IQ savollari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Yechimi qanday bo'ladi? O'zimni bilganlarimni aytmoqchiman sizlarga. Xato kamchiliklari bo'lsa, ma'zur tutishlaringizni so'rayman. Va birinchi misoldan boshlab 10-gacha yechib ko'rsataman. Shu savolgacha. Turkiya burslarini qozonganlar, ya'ni g'olib bo'lganlar bu sinovga kiradi va 30 talik test sinovdan o'tishlari kerak bo'ladi. Bu yerda ishlanadigan misollar har bittasi uchun 125 daqiqa atrofida vaqt beriladi. Katta sinovga kirilganda men to'liqroq tushuncha hosil bo'lishi uchun sizlarga yana ham uzunroq qilib tushuntirib beraman. Videoni o'shanga asoslanib uzunroq qilishga harakat qilaman. Bu yerda harf va son tenglashimi berilgan. Ya'ni shu harflar qaysidir sonlarga tegishli. Buni biz topishimiz kerak. Bizga berilyaptiki, shu SEKA so'zi qaysi harfga tegishli ekanligini topish. Bu yerda javoblari berilgan. Javoblarda esa shu sonlar bor. Va qaysi biriga tegishli ekan topishimiz kerak. Bu yerda aniq bir mantiq yo'q. Demoqchi bo'lganim, aniq bir qoida yo'q. Shunday qilib topasan deydigan qoida yo'q. Bu yerda inson o'zini misol uchun o'ylashiga qarab topish kerak. Shu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi harflar A bilan tugagan, to'g'rimi? Bu boshqa misollarda farqlilik ko'rsatilishi mumkin. Shunga qarab, meni misolimda shunday ekan. A. 3 ta A bor. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, birlar 3 ta. Demak, A'imiz 1 ga tengligini bilib olishimiz mumkin. A'imiz teng 1 ga. Xo'p. Endi ikkinchisi. Xo'sh, A'ni topdik. Endi mana bu yerdan ikkinchi harfidan E'ni ham topasak bo'ladi. E harfini. 1 bular 1imiz A. 4imiz E'ga teng ekan. E'ga teng 4 ga. Endi xo'p, K'ni qanday topsak bo'ladi? K'ni topishimiz uchun A'imiz teng 1 ga. To'g'rimi? E'imiz teng 4 ga. Boshqa harf mana bu 1 ga teng. 1 ga. Bu ham 1 ga. K'imiz so'roq. Bu yerga qarasak 1 bor, 1 bor, 1 bor, 4 bor, 6 yo'q. Endi K'imiz teng 6 ga bo'ladi. Shunda oxiri 1 bilan tugagan ekan. S bilan boshlanib, ya'ni bu harflarimiz E'imiz 4 ga teng. 4. K'imiz 6 ga teng. A'imiz 1 ga teng. Xo'p, 461 bilan tugash kerak. 461, 456, 400. Bu ketdi, bunga yo'q, bunga yo'q, bunga yo'q, bunda yo'q. Bu javob bo'ladi. Xo'p. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi ham xuddi shunga yaqinroq, faqat boshqacha usul bilan topiladi. A, K.
3, 3, 1, 1. 5'imiz nega teng? Beshimiz nega teng bu yerda? Bizdan so'ralayotgan narsa qisqa. Shu. Qisqa degani o'zimiz tilda. Xo'p. Neni topib oldik. Endi boshqa harflar topishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Xo'p, S 2 ta, I 3 ta. 3 taligi I. To'rtimiz ikkinchisiga qarasak, 3 ta. I teng 4 ga. S teng 2 ga. To'g'rimi? Xo'p, uni qo'yib chiqsak agar S'imiz 2 ga teng. 2 ga 4 ga teng. 42 o'rtasi bo'lishi kerak. 42, 42, 42, ikkitalik 42 bor ekan. Demak, yana topishimiz kerak. A ni topishimiz osonroq. Bu yerda 3 ta oxirida A bor ekan. Bitta, ikkita, 3 A'imiz teng 1 ga. 1 ga, to'g'rimi? Endi oxiri 1 bilan tugagan, oxiri 1. Ya'ni 421. 421 bilan tugagan E harfi bor ekan. Bularni javoblardan chiqarib tashlaymiz. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Uchinchisiga. Xo'p, bu tablo. Bu yerda savollar berilgan. Xo'p, 3 va 4 so'rovlari aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız deyapti. Qanday qilib javoblaymiz? Aytyaptiki, H uchburchak T, A uchburchak E, shu ikkalasidan chiqqan javobni uchburchagi qaysi harfga tegishli deyapti. Bu yerda H uchburchak M T'ga teng deyapti. H uchburchak M T'ga teng. To'g'rimi? Javob to'g'ri. A uchburchak T A'ga teng. A uchburchak T A'ga teng. Bizga o'rnak qilib berib ketilgan. Xo'p, H uchburchak T. H uchburchak T H'ga teng. To'g'rimi? H'ga teng. Uchburchak A uchburchak E. A uchburchak E T'ga teng. To'g'rimi? Bu misollar Turkiyada o'qimoqchi bo'lgan talabalarga ham tushadi. Shuning uchun Turkiyada o'qimoqchi bo'lgan talabalar ham bu videoni ko'rishlari mumkin. Endi H uchburchak T ni topishimiz kerak. H uchburchak T H'ga teng. Javobimiz B. Ikkinchisi ham xuddi shunday. M uchburchak M ni topishimiz kerak. M uchburchak M A'ga teng, to'g'rimi? A'ga teng. Endi keyingisi A uchburchak X. A uchburchak bu savol qilib berilgan bizga T'ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni qanday uchburchakda qandaydir songa tenglasak, bu noma'lum bizga qandaydir x qilib berildi bizga T'ga teng bo'ladi deyilyapti. Kechirasizlar, shu T'ga teng bo'ladi deyilyapti. Xo'p, uchburchak A'ni nimaga tenglasak T'ga teng bu yerga. A'ni T'ga tenglash uchun E kerak, to'g'rimi? E bo'ladi mana bu. Shunday, E'ga tenglasak T bo'ladi. Endi deyilyaptiki bizdan A uchburchak X E. A'ni nimaga tenglasak E'ga teng bo'ladi deyapti. A'ni nimaga tenglasak E'ga teng. M'ga tenglasak. Shunday, javobimiz M.
Bu yerda kichkina xato ham misolni o'rnini o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun juda ham e'tiborli bo'lib ishlash talab qilinadi. Bu yerda sistemalik, o'zimizda o'zbek tilida aytganda sistemalik ishlam amalga oshirilyapti. Turkchasini o'qiymiz. Birinchi ishlikda kub ichida x ishlamining görevi belirlenmiştir deyapti. Mana bu belirlengan, mana bu yozilgan. Buna göre ikinci eşitlikte soru işaretinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir deyapti. Cevabını topish so'ralyapti. Endi bizga xo'sh topamiz. A'ni o'rniga xo'p minus 2 kub to'rt burchak 3 so'roq. Endi buni olib borib qaysi biriga qo'yamiz? Bu A, bu B. Bu yerda aytilgandek. Endi aytyaptiki, bu yerda A'imiz B'dan katta bo'lsa, mana unga qo'y deyapti. Agar A kichkina bo'lsa yoki teng B'ga bunga qo'y deyapti. Endi biz borib A'imiz hozir katta, shundaymi? Bunga qo'yamiz. 4 kvadrat 16 minus 3 kvadrat 9. Cevabimiz 7. Shundaymi? Endi biz minus 2 kubik 7ni topishimiz kerak. Bu yerda B kattakon bo'lyapti. Shundaymi? Endi qo'yganimizda nima bo'ladi? 2 kara 1 soniya. 2 kara minus 2 plus 7. Xo'sh. 2 2 4 faqat minus 4 bo'ladi. Plus 7. Javobimiz minus 4 ga qo'shamiz 7 ni 3 bo'ladi javob. Javobimiz A. Xo'p. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, birinchi va ikkinchi eşitlikda üçgen va dörtgen işlemlerining görevleri belirlenmiştir. Buna göre üçüncü işarette soru işaretinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir deyapti. Xo'p, bu misol ham o'sha birinchi ichgan misolimizga o'xshab ketadi, faqat boshqacha. Xo'p, qo'yamiz. Uchburchak, to'g'rimi? Uchburchak yerine uchburchak qo'yamiz. 1 taqsim 2 uchburchak 1 taqsim 3. Xo'p, teng. Endi nima qilamiz? 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 3 taqsim 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 3. Bunga umumaxraj beramiz. Bunga 2 beramiz. 2 3 plus 2 taqsim umumaxraj bersa 6 bo'ladi bu. Taqsim 1 taqsim 6. Xo'p, bu 5 taqsim 6 taqsim 1 taqsim 6. Shunda ham teng 5 taqsim 6. Bu 6-sinfda o'rgatiladi. 1 taqsim 6 taqsim 1 taqsim 1
Bu bilan bu ketgandan keyin javobimiz 5 qoladi. Xo'p, bundan chiqqan javob 5 bo'ldi. Endi biz 5 to'rtburchak to'g'ri topishimiz kerak. Shunda o'rniga qo'yamiz. 5 ni kubi 125 64 64 1 6 javobimiz 61 ekan. Javob chiqadi. Xo'p, 7-siga keladigan bo'lsak, 7-siga aytilyaptiki, bni toping deyilyapti. Bni topishimiz kerak. Xo'p, yuqorida charpma tablosida A va B harflari pozitiv birer sayının yerine kullanılmıştır deyapti. Bu ko'paytiruv ishorati deyilyapti. Pozitiv sayının yerine kullanılmıştır degani bu musbat son, o'zimiz tilda musbat son o'rniga ishlatilgan degani. A'ni kvadrati bu yerda teng deyilyapti. A'ni kvadrati A plus 12 ga. Xo'p, B'ni kvadrati teng bu yerda 12 A plus 1 ga. Men bu misollarni yechish jarayonida qisqacha bir yo'l qilib ketaman. O'zim buni tavsiya qilaman. To'g'ri kelsa buni qilib yuborish kerak. Xo'p, A'ni o'rniga qanday sonni qo'ysak, ya'ni bir sonni kvadrati chiqish kerak bu yerga. A'ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana bu o'xshamay qoladi. 2 ni qo'ysak, 2 ni kvadrati 4 o'xshamaydi. Demakki, qandaydir son qo'yishimiz kerakki, o'sha 12 dan katta qandaydir A'ni kvadrati bo'lsin. Misol uchun, qaysini qo'ysak, 4 qo'ysak, 4 qo'ysak bo'ladi. A'ni o'rniga A teng 4 deb olaylik. 4 deb oladigan bo'lsak, 4 ni 12 ga qo'shsak 16, 4 ni kvadrati 16. To'g'rimi? Endi 4 ni bu yerga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 4 kara 12 48 49 bo'ladi. B teng 7. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, B ni kvadrati 12 kara 4 ni qo'yadigan bo'lsak 4 plus 1. B kvadrat teng 48, to'g'rimi? Plus 1 teng 49. Qaysi sonni kvadrati 49? Javobimiz chiqdi. Bizdan B'ni so'radi, javobimiz 7. Davom etamiz. Bizga yana ham qiyinroq savol berilyapti. Xo'p. Bu savolda aytilyaptiki, 8 va 10 so'ralari aşağıdaki şekilde göre cevaplayınız deyapti. Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D harflerle gösterilen 4 pozitif tam sayı içeren bazı işlemlere göre düzenlenmiştir. Harflerin gösterildiği sayılar her soruda farklı olabilir. Fakat bunların yapılacak işlemleri her soruda aynıdır deyapti. Ya'ni mana bu yerda o'rnak qilib bizga berilgan savollar mana shu savol, ya'ni mana shu berilgan misollarga to'g'ri, ikkalasi ham to'g'ri. Faqatgina sonlari har xil bo'lishi mumkin deyapti. Shunga ko'ra deyapti, bizdan K ni so'rayapti birinchisida, ikkinchisida K qo'shilgan L ni so'rayapti. Xo'p, biz K ni topishimiz uchun
C taqsim D ni topishimiz kerak. C taqsim D teng bizaga K ga. Shunday. Xo'p. Buni uzaytirib olamiz. Shu misolli yechimini bu yerga qo'ydim. Daftarga olib yechishga majbur bo'ldim. Uzr. Ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Bu yerda hozir xo'p. A minus B imiz 6 ga teng. A plus C taqsim 2 8 ga teng. C minus D teng 6 ga. Bu yerda A taqsim B imiz 3 ga teng. Xo'p. Bu yerdan A taqsim B dan topib oldik. A teng 3B. B imiz maxrajdagi son bu yerga ko'paytma bo'lib o'tadi. A imiz. Xo'p, buni topib olganimizdan keyin A ni yerga olib borib qo'ydik. A dan 3B dan B ni ayirganimizda 2B teng 6 ga, B teng bo'limi bo'lib o'tganligi sababli 3 ga teng bo'ldi. Endi B ni o'rniga 3 ni qo'yganimizda A teng 9 ga teng bo'ldi. Endi A ni bu yerga borib qo'yganimizda 9 plus C taqsim 2. 2 bu tarafga ko'paytma bo'lib o'tdi. 9 plus C teng 16 ga. 9 ni bu tarafga ayirma qilib o'tganimizda C teng 7 ga bo'lib qoldi. Endi C ni bu yerga borib qo'ydik. C minus D teng 6 ga. 7 ni bu yerga minus qilib o'tsak, minus 1 qoladi. D minuslarni tashlab yuborsak, D teng 1 ga bo'lib qoladi. Bizdan so'ralayotgan narsa K ni so'ralyapti. Ya'ni C taqsim D ni. C imiz 7 ga teng, D imiz 1 ga teng. Javobimiz 7 bo'lib qoladi. Keyingi misolga o'tamiz endi. Keyingi misolda ham xuddi shunday ishlashga harakat qilaman. Xo'p, keyingi 9-misolga o'tdik. Xo'p, bu yerda qisqacha qilib tushuntirib ketaman. Hozir 1 soniya shuni qo'yaylik. Bu yerda aytilyaptiki, K ni top, ya'ni 1 A plus C taqsim 2 teng K ga. Bu yerdan maxrajni qarshi tomonga ko'paytma qilib o'tkazib yuborsak, A plus C teng 2K ga bo'lyapti bu yerga. Xo'p. A taqsim B teng 1 taqsim 2 ga. Bu yerda B ko'paygan D 36 ga. B ko'paygan D 36 ga. Undan keyin C taqsim D teng 1 taqsim 6 ga. 1 taqsim 6 ga. Buni ham ko'paytma qilib o'tkazib olsak, 6C teng D ga bo'lib qoladi. Bu yerda qisqacha qilib yozib ketdim. 2 teng B ga, B kara D teng 36 ga. Bu yerdan ben topishimiz shart emas. Undan keyin 6C teng D ga. Bu yerda meni o'zimni fikrim ozgina aql o'yini ishlatilib ketilgan. Bu yerda bizga tam sayı deyapti. Yuqorida A, B, C va D harflarla gösterilen 4 pozitiv tam sayı deyapti. Ya'ni bu yerda hammasi butun sonlardan tashkil topgan. Yerga qo'ysak 12 AC, ya'ni D ni o'rniga qo'yamiz. B ni o'rniga buni qo'yamiz. 2 ni qo'yamiz. Qo'yganimizda 12 kara A kara C teng 36 ga. Bu yerdan AC teng 3 ga teng bo'lib qoladi.
Bu yerda a plus j'imiz 2k ga teng edi. A plus a kara b 3 teng 4 ga. Bu yerda butun sonligini inobatga olgan holda ikkalasidan bittasi yoki 3 ga teng yoki 1 ga teng. Boshqa bir varianti yo'q. O'sha sababdan 3 plus 1 4 bo'lgani uchun k'imiz 2 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, 10-misolni hozir sizlarga yechib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, 10-misolimizda oxirgisi shuga qo'yamiz. Qutamiz uni. Xo'p. O'zgartiraylik. Shu yerga olamiz. Bu yerda bizdan so'ranadigan k'ni topish kerak. K plus L ni so'roqligi berilgan. A minus B B ga teng. A ni topib olganimizda 2B bo'ladi. Shunda ham bu tarafga plus 1 o'tadi. J minus D imiz 2D ga teng. J ni topib olsak 3D bo'ladi. Plus 1 o'tadi. Endi K imizni o'zi A taqsim B ga teng. A taqsim B teng K ga. L imizni o'zi J taqsim D ga teng. O'rniga qo'yamiz. A ni o'rniga 2B ni qo'ydik. B bor. Qisqarib K imiz 2 ga teng bo'lib qoldi. J ni o'rniga 3D ni qo'ydik. Qisqarib ketib 3 qoldi. 2 ga 3 ni qo'ysak 5 bo'ldi javobi. Kommentariyada kelgan savollaringizni kutib qolaman. Agar qo'ygan videoyim sizlarga manzur bo'ladigan bo'lsa, davomini ham chiqarishga harakat qilaman. Bu safar matematikasini yechib chiqarishga harakat qilaman. Rahmat.